G'ulam traktor degan nomim bor, g'ururim bor, orim bor. Har beshikda to'mariz, har joyda xotinim bor. Rasvo! Voy, tabilchi, bu kelgan to'mayga xotinga o'xshab baqirib kelyapsanmi? Raisbon meni kazi yo'l deb o'ylamang-ku. Dalada hamma o'zi bilan o'zi ovora. Birov paxta termayapti. Ey, chana kunji, biz paxtani terib, planni to'ldirib oldik. Nima deyapsan? Aytdim, Raisbon mendan kazi yo'l chiqmaydi. Sendan kazyol tugur, yaxshi gap ham chiqmaydi. Ey, erkak kishi degan ayolidan qo'rqmaydi. Chumi? Raisbon! Voy, rais buyan o'lib, rais buvasi qolgur, ha? Raisbon nima baqirasiz? Naryoqda sizni so'kib tashlashdi, Raisbon. So'kib tashlashdi. Onangni kim so'kadi meni? Obar olding onangni. Kim so'kadi? Kim so'kdi meni? Xotiningiz Raisbon. Xotinim? Ashna aytmaysan, men ishchilarmikin deb tur bola. Raisbon! Ado bo'ldingiz, Raisbon! Gado bo'ldingiz, Raisbon! Dada, alo, o'pkasi o'tamiz kelyapti. Onangni yupirib bergan shafqu nima vahima qilyapsan? Uydagi azoblar odamlar bilib qoptimi? Yo'q, Raisbon, 200 ming oyligidan beri kiring qo'yta damas beryapti. Hayvon 200 mingga damas berar ekanmi? Beryapti, Raisbon. Yuring bo'lmasa ishamasiz. Dada biza bo'laylik. Sen damas o'yincha mo'g'ul ol, chilanka. Mana olib. 200 mingga damas. Qizil joyini sen bo'lsa 200 mingga damas berayotgan. O'zingiz bosib oling, rais bor. Biz internetda faizingiz bersin degan yangi loyiha boshlaganmiz. Biletlarimiz soni 999 ta bo'ladi. Bir dona biletimiz narxi esa 200 ming so'm. O'zbekistonda hamda Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz bemalol o'yinimizda ishtirok etsa bo'ladi. Bosh sovringa bir dona yangi Damas avtomobilini qo'yganmiz va ko'plab pul mukofotlarimiz bo'ladi. G'oliblarni esa shu xalqimiz orasida 100% aniqlaymiz. Ishonchlar 100%. 100% Qara, ishonchli bo'lsa damasni o'zim topsam ishlayman. Bo'ldi, qarama bolam. 200 mingga bilet ber, biroq qolmas. Raisbon! Qishloqda har xil mish-mishlar yuribdi. Aytishlariga qaraganda sizni ikkinchi xotiningiz ham bormish. Onangni so'rachi ikkinchisi kim ekan? Bir ko'rga qo'l solib ko'rardim. Buni yoni o'sirib qo'ysa, rais chiqib qo'ydi deydi. Mana shunaqa vahima, qo'lashi o'taga tashab qo'yinglar. Sto volando sopra di un Mercedes, ne corriamo 300 cavalli.